Samarqandda tibbiyot sohasida yana bir xalqaro anjuman o'z ishini boshladi. Yangi O'zbekiston davrida otorinolaringologiyadagi yutuqlar mavzusida konferensiya o'tkazilmoqda. Tadbirning birinchi kun tafsilotlari hozirgi lavhamizda. Xalqaro anjumanda ishtirok etish uchun Italiya, Isroil, Janubiy Koreya, Turkiya, Rossiya, Belarus, Qozog'iston, Tojikiston shuningdek mamlakatimiz viloyatlaridan otorinolaringologiya bo'yicha yetakchi olim va mutaxassislar taklif etilgan. Anjuman doirasida farmatsevtika mahsulotlari, tibbiy asbob-uskunalar va tibbiy adabiyotlar ishlab chiqaruvchilarning ko'rgazmasi ham tashkil etildi. Ilmiy amaliy konferensiyaning ochilish marosimida so'z olganlar tibbiyotda amalga oshirilayotgan islohotlarning asosiy maqsadi insonlarning har tomonlama barkamol rivojlanishi va farovonligini ta'minlash, ularning salomatligi va farovonligiga oid huquq va manfaatlarni ro'yobga chiqarishdan iborat ekanligini alohida ta'kidlashdi. Moskvada shu yo'nalishda faoliyat olib boraman. Yurtingizga ko'p bor kelaman. Turli shaharlarda bo'lib, soha mutaxassislari bilan hamkorlikda ishlaymiz. Otoxirurgiya istiqbollarini yuksaltirish va mamlakatning xalqaro darajadagi nufuzini oshirish borasida qator kelishuvlarimiz bor. Davolashning sifatli va yangi zamonaviy uslublarini amaliyotga tatbiq etishda ishlayapmiz. Bugungi konferensiya doirasida bu boradagi loyihalarimizni muhokama qilish imkoni yaratildi. Shuningdek, qayerda bo'shliqlar bor bo'lsa, bunda ham ishlash uchun sohani mukammallashtirish yuzasidan takliflarni eshitamiz. So'nggi yillarda O'zbekiston tibbiyot sohasida ulkan muvaffaqiyatlarga erishganligi e'tirof etildi. Qayd etildiki, ayni paytda mamlakatimizda birlamchi tibbiy yordam muassasalari, respublika va viloyat markazlari, jumladan otorinolaringologiya, bosh va bo'yin kasalliklarini o'z ichiga oluvchi yuqori talablarga javob beradigan, sifat jihatidan yangi, yaxlit va ishonchli tibbiyot muassasalari tizimi shakllantirilgan. Mustaqillik yillarida respublikamizda sog'liqni saqlash sohasini isloh qilish va takomillashtirish bo'yicha qator davlat dasturlari qabul qilinib, hayotga tatbiq etilib, xalq salomatligi mustahkamlandi. Tibbiyotda hozirgi kunda jadal rivojlanib borayotgan hamda otolaringolog ishtirokisiz qilib bo'lmaydigan ma'lum bir yo'nalishlar, bular miya asosiy xirurgiyasi hozirgi kunda bu juda bir katta muammolardan bittasi bo'lib turibdi hamda juda jadal rivojlanadigan soha. Bunda otolaringologning hissasi juda katta, chunki aksariyat o'sha operatsiyalarni bajarishi otolaringolog a'zolardan ularning ishtiroki bilan bo'ladigan operatsiyalar. Bu sohada ham juda katta bir memorandum imzolandi hamda shu ishlarning rivoji uchun mutaxassislar bilan kelishuvlar tuzildi. Bu bizani otolaringologiyani sohani rivojlanishi hamda mutaxassislarimizni tajribasini oshirish, o'rganish, chet elda malaka oshirish uchun juda bir katta imkoniyat yaratadi. Anjumandan ko'zlangan maqsad innovatsion usullarni amaliyotga joriy etgan holda otorinolaringologiya va bosh bo'yin kasalliklarining yangi yo'nalish va tendensiyalarini namoyish etishdan iborat. Birinchi bora yurtingizda mehmon bo'lishim. Shuning uchun juda ham hayratdaman. O'zbekiston va Saudiya Arabistoni o'rtasida hamkorlik memorandumi imzolandi. Endilikda o'zbekistonlik soha mutaxassislari bilan bir jamoa bo'lib hamkorlikda ishlash niyatim bor. Otorinolaringologiya sohasida rivojlanish istiqbollari va koxler implantatsiyasi bo'yicha bemorlarga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish borasida rejalarni kelishib oldik. Shuningdek, ushbu tadbir doirasida Yaqin Sharq davlatlari o'rtasida sohani yetakchi o'rinlarga chiqarish to'g'risida fikr va takliflarni almashamiz. 3 kunlik xalqaro anjuman doirasida mahorat darslari va klinik muhokamalar tashkil etilib, unda ishtirokchilar jahon tibbiyotining otolaringologiya va bosh bo'yin kasalliklari sohasidagi so'nggi yutuqlari bilan tanishish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Yangi O'zbekiston davrida otorinolaringologlarning 6-syezdining asosiy maqsadi va bosh bo'yin kasalliklari sohasida olib borilayotgan ilmiy tadqiqot va ishlanmalarning so'nggi natijalarini taqdim etish, tadqiqot yo'nalishlari va eng istiqbolli yo'nalishlari hamda ularning natijalarini amaliyotga tatbiq etish yo'llarini aniqlash, axborot maydonini kengaytirish va turli profildagi ilmiy va tibbiyot muassasalari o'rtasidagi o'zaro aloqalarni kengaytirishdan iborat. Men Xitoydan keldim. O'zbekiston haqida, odamlari to'g'risida eshitgandim. Bugun ilk bor kelib ko'rdimki, insonlar samimiy, bir-birini qo'llab-quvvatlashar ekan. Sharqona qadriyatlaringiz meni hayratlantirdi. Mazkur anjumanda ishtirok etayotganimdan mamnunman. Bunda sohaga doir ko'p yangiliklarni olish mumkinligi bilan men uchun ahamiyatli. Xalqaro darajada muhokama qilinadigan mavzular bor. Anjumanda O'zbekistonning yetakchi olim va mutaxassislari, bosh va bo'yin kasalliklari sohasidagi yetakchi xorijiy mutaxassislarning ma'ruzalari tinglandi.